Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar, qadrli dindoshlar, Qudratullo.uz, Umra.uz kanalining qadrli obunachilari, Umra ziyoratiga Ramazon oyida, fevral oyida, yanvar oyida borishlikni niyat qilib yurgan vatandoshlarimizga video davomida batafsil ma'lumotlarni berib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Hozir men sizlarga Ramazonning 1 oylik paketlarini va fevral oyining kunlarini aytib o'taman. Fevral oyiga xudo xolasa Toshkent Jidda reyslarimiz 1, 3, 8, 10, 12, 15, 17, 23, 28 kunlarga reyslar bor. Fevral oyiga qaranglar. Summalari xudo xolasa $1150 dan chiqdi. Agar niyat qilganlar bo'lsa, pastda raqamlarni yozib qo'yamiz. Undan keyingi reyslar fevral oyiga Andijon Madina reyslari. Tepada aytib o'tganlarim qaranglar buni. 1, 3, 8, 10, 12, 15, 17, 23, 28 Toshkent Jidda reyslari edi. Endi men hozir Andijon Madina reyslarini aytib o'taman. Qaranglar. Fevral oyiga 1, 7, 14, 21, 28 kunlarga Andijondan Primoy Madina reyslari bor. Hurmatli obunachilar, pastdagi raqamlardan o'zingizlarda joylarda bittagina Instagram bilan bron qilsanglar bo'ladi. Albatta niyat qilganlar bo'lsa, bemalol. Undan keyingisi Andijon Madinani aytdik. 1, 7, 14, 21, 28 Andijon Madina reyslari fevral oyiga. Andijon Jidda reyslari 4, 11, 18, 25-kunga. Xudo xolasa buni ham summasi eng asosiysi o'zgarmagan. Fevral oyining 28-sanasigacha qaranglar. $1150 dan belgilangan. Albatta gastinisalarda masofalari eng muhim rol o'ynaydi. Gastinisaning masofasi 2 kilometr atrofida bo'ladi. Alloh alam. Albatta 24 soat besplatniy transport xizmatlari bor. Bir oylik paketlar ham chiqqan. Video davomida berib aytib o'taman. Albatta videoni oxirigacha ko'ringlar. Fevral oyiga Farg'ona Madina reyslari 10, 11, 12, 15, 17, 19-kunga Farg'ona Madina reyslari summalari albatta Farg'ona Madina reyslari hop $1150 chiqqan. Yo'q, menga 21 kunlik kerak Farg'ona Madina reyslaridan deydigan hurmatli obunachilarimiz bo'lsa mana 21 kunlik 19 fevral sanasigacha qaranglar mana aytib o'tgan 10, 11, 12, 15, 17, 19-sanagacha 21 kunlik ham bor. Uni summalari $1200 dan belgilangan. Agar niyat qilganlar bo'lsa, bemalol pastdagi raqamdan bron qilsanglar bo'ladi. Ramazon oyiga 30 kunlik paketlar eng asosiysi ko'pchilik niyat qilgan boshidan oxirigacha Ramazonni o'sha joyda o'tkazaman degan vatandoshlarimizga, obunachilarimizga bittadan like bosib qo'yinglar. Hozir buni ham narxini aytib o'taman. Narxlari tushdi hurmatli obunachilar. $2000 dan aytardik, xabaringlar bor. 1 oylik Ramazon paketini endi hozirgi kunda summalari $1800 dan tushdi. $200 chegirma narxi bilan $1800 dan 1 oylik umra ziyoratiga borishlik imkoniyatinglar bor. Hurmatli obunachilar, hammaga tavsiya qilgan bo'lardim. Agar niyat qilganlar bo'lsa, pastdagi raqamdan tezroq telefon qilib ma'lumotlarni olinglar, o'zingizlar joylar bittagina Instagram bilan bron qilinglar. Agar ertaga reyslar to'lib ketib, biletlar, samolyotlar to'lib bo'lib, odamlar ko'payib ketib qolish holatlari bo'lsa, biz birinchi olib qo'ygan odamlarimizni uchiramiz, keyin olgan odamlarimizni uchiramiz, yangi olingan odamlarni. Agar imkoni bo'lsa, pastdagi raqamga hozir pasportni tashlanglarda, men mana kunga videodan eshitdim, bron qilmoqchiman deb turib, o'zingizlar joylarni bron qilinglar. Xudo xolasa, sizlarda summalar ham o'zgarmaydi, sizlarda kuninglar ham o'zgarmaydi. Agar ertaga narx ko'tarilib ketsa, biletning narxi yoki gastinisaning narxi paketga qo'shiladigan bo'lsa, yangi oladigan odamlarimizga qo'shiladi. Masalan, siz fevral oyida bron qilmoqchi bo'ldingiz, fevral oyida agar qo'shilsa, qo'shilib qoladi. Agar hozir bron qilsangiz, narxi o'zgarmaydi. Hurmatli obunachilar, pastdagi raqamga telefon qilib, o'zingizlar joylarni bron qilaverasizlar. Keyingi reyslar Ramazon oyi 30 kunlik vodiydan ham bor albatta. Aytgan kunlarimizga 1 oylik paket vodiydan $1850 dan chiqdi. Andijon, Namangan, Farg'ona, Madina reyslari bo'ladi albatta. Xohlasanglar Jidda qilib beramiz, xohlasanglar Madina qilib beramiz. Kayfiyatingizlarga, toqat-quvvatingizlarga qarab albatta. O'zingizlar tanlayverasizlar. Ota-onasiga ishonchli firmadan, litsenziyalangan qonuniy firmadan umra ziyoratiga joy bron qilishni niyat qilgan vatandoshlarimiz bo'lsa, pastdagi raqamga telefon qilib, Telegram, WhatsApp, imodan chiqsanglar bo'ladi yoki telefon qilsanglar bo'ladi. Ma'lumotlarni to'lig'ini bir qator olib turib, bemalol operatorlardan so'rab, agar ishonch hosil qilsanglar, xohlasanglar Andijonda, Farg'onada, Surxondaryoda ofisimiz bor, kelib to'lov qilib ketinglar, pasportinglarni berib ketinglar, xohlasanglar pasportni bitta rasmga olib tashlab beringlarda, o'zingizlarda joylarda Hikmat Travel'dan ishonchli litsenziyalangan firmadan bron qilinglar. Xudo xolasa sizlar bilan aeroportda ko'rishamiz. Obunachilar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xayr hammaga. Keyingi videolarda ko'rishguncha.